Assalomu alaykum obunachilar. Sim detektorimiz yordamida tekshiramiz. Tosh qismida simi bor mana. Ko'rishlari mumkin. Yutgan molda ikki xil, ya'ni butun umr qoladigan magnit yutkazish mumkin. Og'zidan magnit izont orqali olib chiqish mumkin. Hozir ko'ramiz. Ko'rsatib qo'y qo'lingdan. Izont orqali kiramiz hozir. Oshqozonida. Olib chiqishga harakat qilamiz. Chiqsa chiqdi, chiqmasa olma sanchilib turibdi to'shiga. Izont yetkazib qo'ydik, mana hozir chiqsa ko'ramiz. Qani sug'uramiz. Zanjirni tort. Tort. O'g'irga qaytib qolmasin. Ishami? Suvingizni olib keling. Olib keling. İçidan chiqqan simlar mana. Kattaligini qarang. Ko'p ekanda. Qo'lingiz usting yopi endi. Bitta. Ikkita. Ajrat. Magnit zont yordamida chiqdi. Hozir yana bir tekshiramiz. Yutgan ekanlar ya. Mana shuncha sim chiqdi. Ichidan. Hozir shuncha sim chiqqandan keyin ham mana ko'rishlaring mumkin. Toza. Toza. Ya. Bor ekan. Mana yana bor ekan. Yana bir hisob ko'ramiz hozir. Toza deb o'yladik. Hop. Mana shu yerda beryapti yana. Yana qaytadan hisob ko'ramiz.